Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun sizlar bilan biz 8-sinf geografiya darsligidagi Toshkent iqtisodiy rayoni mavzusida suhbatlashamiz. Demak, boshladik. Toshkent iqtisodiy rayoni ma'muriy jihatdan Toshkent shahri va Toshkent viloyatidan iborat. Bu rayonning ikki tomoni Farg'ona va Mirzacho'l iqtisodiy rayonlari bilan tutashgan. Qolgan tomonlari esa Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston davlatlari bilan chegaralangan. Demak, ekraningizda ko'rib turibsiz aziz o'quvchilar, Toshkent iqtisodiy rayoni keltirilgan. Uning sharqida Farg'ona iqtisodiy rayoni, janubi-g'arbida Mirzacho'l iqtisodiy rayoni, shuningdek shimoli-g'arbida Qozog'iston Respublikasi, shimoli-sharqida Qirg'iziston Respublikasi hamda janubida Tojikiston Respublikasi bilan chegaralanadi. Geograf o'rnidagi qulaylik tufayli Toshkent 1930-yildan beri O'zbekistonning poytaxti maqomida kelmoqda. Toshkent viloyati qishloq tumanlarining deyarli yarmini, ya'ni Yangiyo'l, Qibray, Bo'stonliq, Parkent, O'rta Chirchiq, Toshkent va Zangiota tumanlari xo'jaligi, ixtisoslashuvi va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida poytaxtning ta'siri muhim hisoblanadi. Zero, yirik shahar bilan tutash tumanlarda iqtisodiy ijtimoiy o'zgarishlar jadal kechadi. Buni shahar atrof tumanlari misolida yaqqol kuzatish mumkin. Iqtisodiy rayon hududi relyefining xilma-xil shakllaridan iborat. Bu sanoat uchun ham, qishloq xo'jaligi uchun ham katta imkoniyatlar yaratadi. Rayonning Chirchiq va Ohangaron vodiylari Sirdaryoga qadar 100-150 kilometrdan ortiq masofada pasayib borishi sababli suvni sug'orish uchun g'oyat qulay. Chirchiq va Ohangaron daryolari tog'laridagi yog'in 500-700 mm bo'lib, dalalarni sug'orishdan tashqari elektr energiya olishda ham muhim rol o'ynaydi. Iqtisodiy rayon toza ichimlik suvi bilan yaxshi ta'minlangan. Suvdan yana samarali foydalanish maqsadida Chirchiq daryosining yuqori oqimida sig'imi 2 milliard kub metr bo'lgan Chorvoq suv ombori barpo etilgan. Shuningdek, Ohangaron daryosining yuqori oqimida, Ohangaron o'rta oqimida esa Tuyabog'i suv ombori, ya'ni Toshkent dengizi qurilgan. Qazilma boyliklarining xilma-xilligi jihatidan bironta rayon Toshkent iqtisodiy rayoniga tenglasha olmaydi. Angren ko'mir havzasi mamlakatdagi eng yirik ko'mir koni hisoblanadi. Ko'mir qatlamlari yer yuziga yaqin joylashgan bo'lib, qatlamlar orasida alyuminiy, sement va keramika olishda ishlatiladigan gilmoya ko'plab uchraydi. Iqtisodiy rayonda neft bilan tabiiy gazgina yo'q. Zarur bo'lgan neft mahsulotlari temir yo'l hamda avtomobil transporti orqali, gaz esa quvurda keltiriladi. Demak, ekraningizda rayonning iqtisodiy geografik o'rni yirik shaharlar bilan tutashganlik sxemasini ko'rib turibsiz. Aholisi. Mamlakatimiz aholisining deyarli 1/5 qismi shu rayonda yashaydi. Rayonda shahar aholisining salmog'i Toshkent shahri aholisini qo'shmaganda 50% ga boradi. Umumiy aholi sonidagi mehnatga yaroqlilar salmog'i bo'yicha iqtisodiy rayon birinchi o'rinda turadi. Shuningdek, mehnatga yaroqli aholi ma'lumot darajasining yuqoriligi bilan ham ajralib turadi. Bular azaldan oliy o'quv yurtlari, Fanlar akademiyasi, uning ko'p sonli ilmiy tadqiqot institutlari Toshkentda joylashganligi bilandir. Bundan tashqari, ilm va malaka talab korxona va idoralarning ko'pligi ham asosiy omillardan biri hisoblanadi. Xo'jaligi. 20-asr boshida Toshkent iqtisodiy rayoni taraqqiyot jihatidan Farg'ona iqtisodiy rayonidan keyin turardi. Rayonda xilma-xil foydali qazilma konlari topilishi natijasida
konchilik sanoati vujudga kelib, og'ir sanoatning jadal yuksalishiga imkoniyat tug'ildi. Sanoatning rivojlanganligi jihatidan rayon respublikada birinchi o'ringa chiqib oldi. Endilikda iqtisodiy rayon xo'jaligi ko'p tarmoqli bo'lib, unda O'zbekistondagi sanoat tarmog'ining deyarli barchasi mavjud. Yalpi sanoat mahsulotining 3/2 qismi og'ir sanoatga to'g'ri keladi. Yengil va oziq-ovqat sanoatlari ham rivojlangan. Toshkent iqtisodiy rayonining rivojlanishiga asosiy sabablar quyidagilardan iborat. Birinchisi, rayonning qulay iqtisodiy geografik o'rni. Ikkinchisi, respublika poytaxti Toshkentning shu rayondaligi. Uchinchisi, foydalanish qulay bo'lgan gidroquvvat mavjudligi. To'rtinchisi, xilma-xil foydali qazilmalar topilib, ulardan foydalanishning yo'lga qo'yilishi. Beshinchisi, Ikkinchi jahon urushi yillarida sobiq ittifoqning g'arbiy rayonlaridan O'zbekistonga ko'chirib keltirilgan korxonalarning yarmidan ko'pi Toshkent viloyatida joylashtirilgani va so'nggisi chetdan malakali mutaxassislar ko'plab jalb etilganligi va boshqalardan iborat. Yoqilg'i energetika majmuasi. Yoqilg'i energetika majmuasi ancha qudratli, uning negizini elektr energetika sanoati tashkil etadi. Mamlakatda ishlab chiqariladigan elektr energiyaning deyarli yarmi shu rayonda hosil qilinadi. Bu ko'rsatkichni rayondagi 3 ta qudratli IES hamda Chirchiq Bo'zsuv gidroenergetika kaskadi ta'minlaydi. Toshkent IES to'la, Angren IES qisman gaz bilan, Yangi Angren esa mahalliy ko'mir bilan ishlaydi. Tashqi iqtisodiy faoliyati. Rayon 100 dan ortiq uzoq va yaqin xorij mamlakatlari bilan savdo aloqalari olib boradi. Xorijga paxta, ipak, paxtachilik uchun zarur mashina va uskunalar, to'qimachilik mashinalari, kabel, ekskavatorlar, ko'tarma kranlar, elektr energiya, qorako'l va kanob mahsulotlari hamda meva jo'natiladi. Rayon ehtiyoji uchun yog'och, neft mahsulotlari, tabiiy gaz, turli xil sanoat mahsulotlari, mashina qismlari, keng iste'mol mollari keltiriladi. Ichki iqtisodiy aloqalarda avtomobil va qisman temir yo'l transportidan foydalaniladi. Transporti. 1930-1940 yillardan rayonda avtomobil yo'llari vujudga kelgan. Asfalt va tosh yo'llari qurildi. Katta O'zbek trakti Toshkentni Termiz bilan bog'laydi. Toshkent Angren Qo'qon tog' yo'li qayta qurilib, jahon talablari darajasidagi xalqaro yo'lga aylantirildi. Toshkent Chinoz Guliston avtotrassasi mamlakatda birinchi darajali yo'l hisoblanadi. Toshkent Angren Toshkent Chorvoq hamda Mirzacho'lni kesib o'tgan Toshkent Sirdaryo Jizzax temir yo'llarining ahamiyati katta. Mana aziz o'quvchilar, bugungi Toshkent iqtisodiy rayoni mavzusi haqida oz bo'lsa-da sizlar bilan ma'lumotga ega bo'ldik. Shuning bilan siz bilan Andijon viloyati Buloqboshi tumani 17-maktab gigiyena o'qituvchisi Sarbolayev Umidjon bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat.